Hop, demak 44-savol. Agar nisbiy atom massa birligi qiymati sifatida uglerod izotopi 12 massasining 12 dan 1 qismi emas, bir atom uglerod massasining 3 dan demak 1 qismi qabul qilsak, moddalarning nisbiy molekulyar massasi qanday o'zgaradi? Demak, uglerod 12 massasining 12 dan 1 qismi emas, bir atom uglerod massasining 3 dan 1 qismi olindi deb beryapti. Demak, jami umumiy 3 qismdan 1 qismi olinmoqda. Bizda uglerod massasi 12 ga teng. Demak, uglerod massasi 12 bo'ladigan bo'lsa, massa atom birligi qanday bo'lib qoladi? Demak, 4 massa atom birligi teng bo'lib qoladi. Dastlab uglerodning demak 12 dan 1 qismi olingan vaqtda 1 massa atom birligiga teng edi. Keyinchalik hop 1 massa atom birligi olindi. Hop, dastlab demak 3 dan 1 qismi olingan vaqtda esa 4 massa atom birligiga teng bo'lib qolyapti. Bu degani massa atom birligi 1 dan 4 ga o'zgaryapti, ya'ni 1 dan 4 ga qarab oshmoqda. Massa atom birligiga demak 4 marta oshadigan bo'lsa, hop, nisbiy molekulyar massa kamayadi 4 marta. To'g'ri javob C variant.